Assalomu alaykum. Men Yuldasheva Dildora Dalikuziyevna 25 yillik tajribaga ega bo'lgan oliy toifali endokrinolog dietologman. Sizlarga bu videoda parhezning turlari, nima uchun kerak va uning bir-biridan afzalliklarini tushuntirib beraman. Sog'lom turmush tarzining asosi bo'lib bu parhez hisoblanadi. Parhez organizmimizni sog'lom ushlash va tanamizdagi kelib chiqishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish va tana vaznini nazorat qilish uchun muhim hisoblanadi. Paleo diyeta ajdodlarimiz diyetasi ham deyiladi. Bu diyeta keto diyetaga nisbatan osonroq. Ajdodlarimiz diyetasi deyilishidan maqsad, chunki bunda faqat tabiiy bo'lgan mahsulotlardan foydalaniladi. Masalan, sabzavotlar, mevalar, yong'oqlar, go'sht mahsulotlari va tuxum mahsulotlari ko'proq foydalaniladi. Paleo diyetani afzalliklari energiyani oshiradi, ichaklar faoliyatini tiklab beradi, tana vaznini pasaytiradi va yallig'lanishni kamaytiradi. Paleo dietada dukkaklilar, sut mahsulotlari va shakarga aloqador bo'lgan hamma mahsulotlar chegaralanadi. Keyingi parhez turimiz bu autoimmun protokol. Boshqa parhez turlaridan eng qiyini hisoblanadi va buni qo'llash ham juda qiyin kechadi. Lekin bu parhezdan foydalangan insonlarning ko'pida organizmda yallig'lanish prosesslari, autoimmun kasalliklarni oldini olish va autoimmun prosesni pasaytirishga erishish mumkin. Shu tarafdan bu parhez juda ham ustunlikka ega. Autoimmun protokol bu juda qat'iy nazoratga ega bo'lgan parhez turi hisoblanadi. Chunki bu turda organizmimiz uchun zararli bo'lgan mahsulotlar, ya'ni yallig'lanishni keltirib chiqishi mumkin bo'lgan mahsulotlar qat'iyan chegaralanadi. Bu mahsulotlar sut mahsulotlari, yong'oqlar, gluten saqlovchi mahsulotlar, dukkaklilar, shakar mahsuloti, pomidor va bulg'or qalampiri umuman mumkin emas. Autoimmun protokolda ratsioningiz asosan foydali yog'lar, baliq mahsulotlari, dengiz mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, sabzavotlar va suyak sho'rvalardan iborat bo'lishi kerak. Autoimmun protokol asosan autoimmun kasalliklar, ya'ni autoimmun tiroiditlarda, revmatologik kasalliklarda, ya'ni har xil artritlarda buyuriladi va uzog'i bilan 3 oy muddatga tavsiya qilinadi. Mana siz endi diyetalarni bir-biridan farqini bilib oldingiz. Agar sizga biror diyeta qo'llash kerak bo'ladigan bo'lsa, demak albatta shifokoringiz bilan birga maslahatlashasiz va shunga qarab sizga mos bo'lgan diyetani qabul qilasiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyda qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.